Mashaalloh, do'stlar, buqamizni kelishini qaranglar. Xudo xolasa bu buqamizga bitta o'zlaring baho berasizlar. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilari. Voyakat Uskanam Nashaddi obunachilar. Mana bugun 7-mart. Xudo xolasa 8-martga kelishaverar ekanda, oshna. Xudo xolasa. Abrorbek do'stim, salom. Like bosib, sonlarga qaddesh yaxshi turasizlar. O'rtog'im mana bugun yana bitta semental dushab olibdi-yu. So'qatyaptimikin yo qo'qyaptimikin, oshna? 8-mart Xudo xolasa Farg'ona viloyati Toshloq tumani Yakat qishlog'idagi o'sha Abrorbek do'stimizni qozonxonasiga, oshxonasiga, diydor oshxonasiga Xudo xolasa ushbu buqamizni so'yamiz. Do'stim, buni kilosi tortilganmi? Yo, tortilmagan uni. Tortilmagan-a? Primerno necha kilo? Hozir bitta pastga tushiramiz-a? Pastga tushganda bitta ko'ramiz, Xudo xolasa. Xudo xolasa buqa chiroyli boqilgan ekan lekin. Yoqsiz, Xudo xolasa. Ha? Gap yo'q. Mana shunaqangi semiz buqalarda boqishlik har bitta obunachimizga nasib qilsin. Akalar, buqani qaranglar, nima deyapti? Mashalloh. Iligi sim, bo'yni kunda. Vo. 62-61 mi nomi? O'ta go'zal, ha? 62-66 Abrorbek buni qanchaga oldingiz, so'ramasa? Bitta akamizdan so'yib olyapmiz hozir. Ha, so'yib olishga kelishiladi-da. Gaplashdik. Zo'r ekan. 117 ming so'mga, yog'i 10 ming so'm. Aha. 4 bo'lak go'shtga. 4 bo'lak go'shtini olib so'yib, tarola qilib, Ha. sotamiz hozir. Barakasini bersin. Do'stlar, mana videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'ringlar, Xudo xolasa hozir mana shu akalarimiz chetda. Boyaga tayyormilar? Tayyormilar? Boshlaymizmi ijodni? Ketdi bo'lmasa. Bolalar bormi o'zi? Bolalar qilmadi. Mana katta qo'yishdi. Ana yozib olmoqmiz xaltalar. Hozir pastga tushiraylikchi bitta buqani. Olib tushirasizmi ukasiz? Ukaxonam o'ylanib qolyapti-yu, kattami ovozdimi? Kimni kutyapsiz? Sherik ha, arg'amchaga kirib ketdi. Buqomi mana shu konkiret ekan. Kimi uyda mana shunaqangi buqalar bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolasa, xohlasalaringiz mana so'yib berishga yoki bo'lmasa turishcha gaplashishga, xolasangiz kiloga ham Taroziga ham olaveramiz. kiloga. Endi bunaqalar примерно necha pul oralig'ida bo'ladi, o'rta? Endi kelishamiz-da endi bu. Kelishilgan. Holatiga qarab, qondiga, protsentiga. Hozir ertanmangan payogini ham bermabdi shekilli. Qonni vashshi oshtiribdi-yu, akalar mana. Xudo xolasa endi pastga tushsa bitta kilosini o'zim taxminan bitta aytib beraman. Siz necha kilo ko'ryapsiz, o'rta? Tushganda biz aytamiz. Tushganda, hamma tushganda aytadi ba'zi. Mana do'stlar, buqamizni sekin tushirish jarayonida biz. Aylan olalarmikan? Biz tushmaylikmiz, Jasur. Ha, bo'ldi. Hisobiyman. Cho'janavar, akravormi? Mashalloh, mana buqamiz akalar. Buqani haqiqiy zo'r. Lekin bitta narsaga men juda diqqat olyapman akalar, bu so'ylaydigan ovoz ekan, gap ochig'i bor. Nimagaki sifati zo'r, novotarang ekan-a, buqa ham. Bu Xudo xolasa fermalarda yuradigan ovoz ekani, lekin mayli. Egasi shuni holatda, gap yo'q. Bo'yi 1.60 bormi? 1.60 chiqmay, 1.40 bo'lsa kerak. Yo'q. 1.40dan baland bu. 1.40 plus Xudo xolasa, bu jivoy versa to'tab turing. Yarimini to'tab turing, bitta taxmin. Bitta taxmin qilib olaylik. 800 plus. To'tab turing, olib kirib ketmay turing. 800 cha plus bo'lsa kerak. Ya. O haligi 810 kilolik so'yganmiz, esingizmi? Hali Namangandan olgan. Unga bormaydi bu. 800 kiloga? 8 kiloga javob bormaydi. Xudo xolasa, meni taxminim o'sha 750 kilo, 750 kilo shuni o'rtasida. Baqa bitta nima qiling, uka, birini. Xudo xolasa, akalar, mana shu buqamizni hozir mana akalarimiz bilan bularni ham vaqtini ko'p olmaylik. Chiroyli qilib so'yib, kilosini sizlarga taqdim qilamiz. Inshaalloh, bittadan like bosib, oxirigacha tomosha qilinglar. Sizlar uchun hozir ozgina, qisqagina foydali videomiz bor. So'yib bo'lgungacha shu videoni ko'rib turasizlar. 2 minut, 3 minut tag'ir bor. Go'sht Birodarlar, tanlovda adashmanglar. Qaranglar, Shokirjon Tornado zavodini muallifi 1.700.000 so'mdan ketdi boshlab. Trabelkalarimiz xilma-xillar bor. Mishalka, hozirgi kunda eng trendga chiqayotgan mishalkalar. Ya'ni bu 1 tonnaligi
Hozir mana shu 1 tonnalik mishalka bilan ana shu 3 fazali drabilkamiz Toshkentga ketyapti ekan, sotilibdi. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Mishalkamiz necha kilo 1 tonnalik-a bu Shokirjon? 1 tonnalik meshalkamiz Toshkentga dastavkasi bilan 15 million so'mga qilib berdik. Aha. Bunisini dastavkasi bilan 13 million so'mga qilib berdik. Qozonlari bilan komplekt holatda fermalariga sotib oldilar akamiz. Qozonlari unumi endi? Qozonlarimiz ko'chada edi aka. Ha. Video davomida uni ham ko'rsatamiz. Atala qozonlar. Atala qozonlar. Atala qozon garilkalar ham bor. Bor aka. Muammosi yo'q. 3 fazali drabilkalarimiz hozir bunisi necha pul, bunisi necha pul? Bunisi 13 million so'm dastavkasi bilan qilib bergan bo'lsak, bunisini aka 11 million so'm dastavkasi bilan qilib beramiz. Bu ham 3 faza, motori ham option vertolyotniki bu. Vertolyot. Haqiqiy tornado qilib yuboradi, ishlashini ko'rishinglar mumkin. Va undan tashqari mana ketdik 1 million 700 ming 1 million 700 ming so'mlik drabilkamiz ishlashini ko'rishinglar mumkin. Haqiqatdan ham bomba bor. Bunisi 2 million 300 ming so'mlik 100% metli drabilkamiz. Misliga Mislik. gap yo'q. Endi bular joydagi narxlarimi yoki dastavkasi ham ichidami? O'zimizning mashinamizdan, bizning mashinamizdan yetib boradigan bo'lsa, dastavkasini ichida qilib beramiz. Alloh rozi bo'lsin. Endi bularda xudo xolasa bitta ishlashlarini ko'rishinglar mumkin. Sifatiga bitta baho berasizlar. 1 million 700, 2 million qancha? 2 million 300 ming so'm. 2 million 300 ming so'm. Bular endi 3 fazali bo'lsa 3 kerak. fazalimiz aka 5,5 million so'm, 5,5 kilovat 3000 motor. Buni ham ishlashini xudo xolasa, misol uchun telegramlar bor, mana shu raqamlarda aloqaga chiqsalaring tashlab berilaveradi. Undan tashqari tarozilarimiz bor. Tarozilarimiz Yuklanish jarayonida. Yuklanish jarayonida. 1 kilodan 10 tonnagacha qilib beraveramiz. Hozir Tarozimi? Tarozimi. xudo xolasa. Bu mol tarozi, mol va qo'y tarozilar endi. Ha, ko'p asosan mol tarozimiz aka bu. Molga moslangan, tagida taxtalari bo'ladi, chiroyli nabori bo'ladi xudo xolasa. Albatta aka. Uni olib borasizlar, fermaga qo'yib qo'yasizlar, o'zlaringni mollari salqin pana joy bo'lsa, xudo xolasa uzoqroq muddat xizmat qilib beradi. Endi buni aqabaqa aylantirib olib yuraman desalaring, ancha endi o'ziga yarasha urinadi boshqalar, lekin shunda ham xudo xolasa sifatli qilib ishlangan. Narxi necha pul buni, Shokirjon? $500 dastavkasi bilan qilib beryapmiz aka. $500. Ha. Gap yo'q. Ishqibozlari bo'lsa mana bemalol pastki raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Hammaga omad, bizga ham zaynolashmanglar. Videoga qaytamiz endi. Mana do'stlar, buqamizni xudo xolasa chiroyli qilib 10 tara bo'lishdi. Xudo xolasa mana go'shiga o'zlaring bitta baho berasizlar. Sifati xudo xolasa har doimgi buqalarimizdan bo'lakcharoq chiqdi. Nima deydi? Go'shtdorligini qaraydi akalar. O'ta go'zal, yo'g'onligini mana. Biqinlari ham xudo xolasa to'lgan va bo'yniga alohida to'xtalib ketamiz. Bo'yin zo'ribdi mana. Bo'yni ham zo'r chiqdi. Bu go'shtini kesib sotaverasiz, xudo xolasa tugamaydiganidan bo'libdi-da, o'rta. Bunaqacha oshda yog'ligan emas, sifati zo'r xudo xolasa. Mana yog'larini ham videoda oxirida necha kilo yoqilganini ham ko'rsatamiz inshaalloh. Jigarini hozir olyaptilar ukamiz. Qanaqa chiqdi jigari uka? Zo'r. Jigari ham tozalagan, sifatli chiqdi jigari ham akalar. Kelaverasizlar. Endi hozir taroziga qo'yishni boshlaymiz. Mana do'stlar, mana xudo xolasa taroziga qo'yishni boshladik. Birinchi bo'lagini xudo xolasa qo'ydik mana. Qo'shib turing Sarvar aka. Mana 100 ketib qolyapti. Boshqa yoqda. Ana. Unga tashing qoldi. Ato ne o'rnash bo'lsa atamanda. Yo'qda, oqadi. Dash ko'tarib turib sal albatta hamma o'zi biladi. Ko'tarish sal hechima qolaylik. Men to'g'ri. Yana o'rniga qo'ydirib qo'yizlar. Mayli, o'ynasa bo'ldi. Ha, ana endi onglarchi 6 kilo. 136 600. Ketdi birinchi tarozi. 125 kilo keladi. Ko'proq keldi. Ha qo'lidan bu ovoz kontenerlar joydan deb hozir bu yerda so'nggi 2 tonnada mana 2 tonna sotadi. 2 tonna yo'q. Herkese 130 çıkar. Bunisi endi ozroq chiqadi. Ha, barakasini bersin, xudo xolasa. Qani mana go'shtini ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa juda ham go'zal holatda mana go'sht berdi.
Yog'ini ham tortamiz, xudo xohlasa. Yog'i ham ashqor ekan shekilli. Qayerda to'ylaymi? Ketdik mana ikkinchi bo'lagi. Abi oğlan sonra oğlan. Ketdi. Mana To'xtatsin. ehtiyot bo'linglar. Men to'g'rilab qo'ydim. Olish kerak, bitan. O'lim qochib Qo'yib qo'ying. bering, tamom. 120 chiqadi. 120. Bo'ldi, oladi. 120 kilo qo'yib. 120 to. To'g'ri ko'rgan ekansan. Ha. 130 kilo bo'ldi. 15 gram kam qoldi. Shu bo'lachagi ahlimiz yo'q, ey. Malades. Balam juda gapiradilar. Toshda ukazam. Ketdi mana 3-bo'lagi akalar. Sizlarni imkon qadar vaqtlaringizni kamroq olishga harakat qilyapmiz. Orada pauza ham turibmiz. Necha baqa olar ekansizlar aka? Necha baqa olinglar? Dumli tomoncha og'irroq keladi. Nima Sarvarbek? Yat ol baba. 100 kilo. Mana topdingizmi? Bu bolacha yomon topib qo'yapti lekin. Bormikilar? Dadasi xush yordi. Qani bitta qo'shingchi o'g'a. Ana 366 kilo. Ajoyib. Oxirgi bo'lagi qoldi, xudo xolasa, do'stlar. Buni tortamiz, keyin yog'larini ham bitta sraz tortib olamiz, a? Nima, Abrorbek? Go'shi o'ta ham go'zal mana. Kelaverasizlar. Xudo xolasa, hozir mana bugun 7-mart. Soat necha bo'lyapti? Soatimiz millari 12:16. Xudo xolasa, peshindan keyingi do'konda go'shtlar kelgan bo'ladi. Kelaverasizlar, akalar. Yo, mana shu molda biz obunachilarimizga qiziqda tog'a. Necha kilo go'sht qilishi, bu qassob necha puldan pul sanab olishi. Shu qiziqqan obunachilarimizga bitta ma'lumot o'rnida chiqarib, xolis chiqarib beryapsiz. Xolos, battar reglama, boshqa narsa yo'q. Ha. Bunisi chengirashqa 96-95 kelsa kerak. 97-98 ham kelgan. O 96. Zo'r. Vashshi go'zal. Ajoyib. 462 kilo 800 gram. O'ta. Ana ne diyor? 462 kilo 800 gram go'sht qildi. Go'shtini o'zi 4 bo'lak akalar. Endi hozir yog'ini qo'yib ko'ramiz. Necha kilo yog' qildikini. Buni qo'yib olib va sirazi yog'ini tortamizmi? Albatta. Yo'qcha pauza qilib turaymi? Temi. Qo'ylar ham bitta yotibdi akalar. Mana ikkita qo'chqor keldi. Sadrlar optimchidan olishgan ekan mana shu qo'chqorni. O'zi Navbahor degan fermalar o'zlari shetli ekan. 112 kilo, 101 kilomi живой вес qilibdi, xudo xolasa. 8-9 oy boqibdi. Bundan ham zakonli natija ko'ribdi. Akamiz hozir meni o'zimga shu rahmat aytib, Asadillohga ham rahmat aytib ketdi, xudo xolasa. Qo'chqorlarni zo'r katta qilibdi. Qaranglar. 3 million 600 mingdan mekan olgan ekanda. Ketdi. Necha kilo keldi yog'i? 27 kilomi? 27 yarim. Boshqa yog'i qolmadimi? Nima ukaxon? Boshqa yog'i qolmadimi? Yo'q. 27 kilo yog' tug'ildi. Gap yo'q. Endi hozir xudo xolasa nima deymiz endi? 462 kilo. Живой vesini biz 750 kilo, 8 dan oshib olganda o'sha aytgan. Ha, 8 kilodan oshiq ekan. Men 50 kiloga adashibman-da, tog'a. 8 kilo tepasida bo'lsa ham shunda hozir qancha protsent berardim? Sredniy 8 kilo bo'lganda 55 beribdi. 55? A shunaqa ekan. Ha, 55, 56, 54. 55 ga gap bormaydi. Shunaqa. Gap. zo'r. Tashorlaring bo'ldimi? Mana do'stlar, kommentariyaga Abrorbek do'stimizning nomerini qoldirib qo'yamiz. Xudo xolasa mana shunaqa semiz novvoslaring bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.
O'zbekistonni qaysi nuqtasidan deylikmi yo endi vodiy bo'ylab deylik. Vodiy bo'ylab deylik, ha? Vodiy bo'ylab. Yakasi chatroq. Ha, vodiy bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar. Semiz qo'chqonlarchi? Semiz qo'chqonlar, o'rta? Olaveramiz, ha? Gap yo'q. Aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga omad, bizga ham zayn olashmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu bola topib qo'ydi lekin kilosini.